Bugungi qilayotgan ishim akalar mana shu uydagi bog'chani to'g'irlash bo'ladi. Xudo xolasa, u naqshaq burchab balandligini hisobiga suv bag'da qolib ketadi. Suv ikka chiqmaydi. Shu aniq hisobiga ag'dan baqa qumini olib toshyapman. Xudo xolasa tekis bo'ladi. Ko'chatlar ham katta bo'lib qoldi. Bu yildan hosil qilishni boshlagan mana shu shopdorlarimiz, ba'zi nok olmalarimiz bor. Xudo xolasa tagiga kartoshka ekish niyat bor. Kartoshka, makka tekis qilib turib chopamiz. Men bilan bir xil ish qilib turganlar bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Bu yerda qo'ylarimiz yuribdi. Shunaqa gaplar akalar. Bosinglar. Sizlar haddi shu hurmatdasizlar. Bitta like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.